Assalomu alaykum qadrli obunachilar va nihoyat mana bugun Farg'ona viloyati avval degan joyga keldik. Bu yerda ham mana eski DVP patolog qilingan. Buni tagidan hozir natijali patologlar tortamiz. Qanchalik o'zgarishiga o'zlaring baho beringlar. Layklarni bosib qo'llab turinglar. Xudo xolasa yana yangi videolarni chiqaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu yerda xullas ajoyib chiroyli holatda chiqdi ishlarimiz. Mana boshida videoning boshida xullas o'sha eski DVP patologida eski holatlarni video qilib olganman. Hozir mana bitgan holatlarini chiroyli qilib video syomka qilib chiqaryapman. Xudo xolasa ustakamiz ham chetda. Hozir ustakamizni ham soniga o'tamiz. Mana shu aboylarni mana chiroyli qilib yopishtirib bergan ustakamizni ham suhbatga tortib qolamiz. O'zlari xolis. Assalomu alaykum. Ustaga ishlar bilan charchamasdan jemisiz aka. Ishlar bilan charchamasdan. Qalay bo'lyapti aka? Yaxshi, Bitqizib qo'yibsiz. Kelganimizda o'sha paytlar tepa tomonlar o'sha ochilib bir ko'rimiz holatda turibdi. O'zgarganini sezdingizmi aka bu narsani? Sezildi, juda yaxshi o'zgardi. Eski DVP faneri edi. Laklab berasizmi dedi. Men sizlarga tavsiya qildim aka. Mana rahmat, shunchalik kelib yuzimizni yorqib ketyapsiz aka. Xudo xolasa mana aka o'sha videoda ko'rganlaringni kecha kataloglarni tashlab berdim bir kun oldin, to'g'rimi? Ko'rdilaring. Tanlab srochniy qilib bering aka, marosim bo'lyapti dedilaring, to'g'rimi? srochniy mana shu mana bugun ertalabki narsa bugun kechqurunga bityapti aka. bir kunda bitdi. Kechalarni tiniqligiga o'zingiz qanaqa baho berasiz aka? Haqiqatan ham chiroyli holatda chiqdimi aka? Patolog zo'r, gap yo'q. Tavsiya qilaman. Kelinlarga tavsiya qilaverasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa yana klientlarimiz nima qilsa, sizga ham tavsiya qilaveraman. Bo'ldi, gap yo'q. Usta aka, aboylarni ham ajoyib chiroyli holatda yopishtiribsiz. Biz ham sizni nomeringizni shu klientlarga aytsangiz qoldirib ketamiz. Mana shu avval territoriyada misol so'raganlar bo'lsa, aboyni o'zingiz borib yopishtirib beraverasiz. Aboy boshqa telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. Qadrli obunachilar, ustakam aboyni yopishtirgan ustakamizni nomerlari qoldirib ketamiz. Hozir o'zlarini og'zidan eshitasizlar. 94lik 94lik kodi bilan 664 664 1487 1487 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa ustagan aboylarni mana biz zo'r qilib xullas yopishtirib beradi. Haqiqatan mustahkam bo'lgan, juda ham ajoyib ideal holatda chiqqan. Natijali patolog xizmatlari kerak bo'lsa, o'sha o'zimizning ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Vodiy bo'ylab razmerlarni o'lchagan o'zim boryapman. O'zim o'lchagani xullas borib tavsiyalarni beraman. Chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Usta aka, yana qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, obunachilarimizga bemalol gapirishingiz mumkin aka. Yo'q, shu natijali patolog xizmatlari bo'lsa, bemalol akaga aloqaga chiqib qo'yinglar. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik aka. Sizlarga ham katta birinchi marta ishlash emas, xudo xolasa zo'r. Kelajakda yana ishlaymiz. Pechatlarni qarang aka, biz ideal holatda chiqqan. Nimalar to'g'rimi aka? Rasmlar tindiq mana. Tiniq holatda. Ko'pchilikda ko'rsangiz shuvash qolgan joylari bo'ladi, unaqa narsalar yo'q. Bizda bitta materialni misol 2 soatda chiqadigan bo'lsa, shuni biz 3 soatda chiqaramizda, sababi sekinroq chiqsa material chiroyli, unaqa ideal holatda chiqadi. O'shaning uchun nechapcha shashilmayroq, shashiltirmasalaring bir xil nimada. O'shanda ham xullas srochniy xullas olinyapti ishlarni. Hozir misol 1 kun oldin o'lchasak, ertasi kuni olib qo'yib beryapmiz. Farg'onalik, Andijonlik xullas, Namanganlik klientlarimizga salom yo'llab qolamiz xullas. Xudo xolasa yana boshqalarga ham tavsiya qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab Tojikistonlarga ham olib qo'yib kelyapmiz ustaga. Tojikiston, Qirg'iziston vaqi. Aqdan ham obunachilarimiz kuzatishyapti. Mana shu 3-4 kun oldin ham olib qo'yib keldik. Ular ham juda ham haqiqatda xursand bo'lishimizni ko'rib. Biz ham YouTube'da ko'rdik ishlarini, yaxshi. Sirazi o'sha yozgan bo'lsalaring boshida turadi biz reklamalarimiz. Biz har bitta obyektimizni chiroyli qilib video syomka qilib olib yuramizki, ishtobi odamlar o'sha ishimizni ko'rib turib, o'shamda yuraydimda odam, demak mana shunga zakaz bersam bo'laverar ekan deb xotirjam zakaz beraveradi. Keyin qadrli obunachilar, uzoqdan onlayn zakaz qilayotganlar, yana bitta narsani aytib qo'yamiz. Mana aka, batga misol zakaz qilishlaringdan oldin sizlar ham onlayn zakaz qildilaring. Kartamizga pul tashlab berdilaring, to'g'rimi aka? Birovni aldangan yo'q, bunaqa yolg'ongarchilik yo'qsa birovni haqini yeb ketilgan yo'q. Olib kelib mana qo'yib beryapmiz aka. Unaqa narsa bo'lmaydi. Ko'ngillaringni xotirjam qilinglar. O'zbekiston qaysi chekkasida bo'lsangiz ham xullas manzilingizga olib borib berib, qolgan pulni borgandan keyin olamiz. Chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'ngilni xotirjam qilinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Chiroqlarni ham chiroyli qo'yib beramiz. Bunaqa diodlarni ham agar o'zlaring olib kelaveringlar desalaring, diodlarini ham olib kelib qo'yib beramiz.
Usta aka, savollar bormi aka bizga? Yo'q, rahmat. Xudo xohlasa xizmatdamiz aka. Mana shu yerda avval territoriyaga ko'p kelamiz. Bu yerga ham klientlarimiz batayam juda ko'p. Yaxshi postoyanniy. Mana bu pastlik tomondagi chek joylar bor-ku, Ha. ash tomonlarga ham ko'pchiligiga qilib berdik. Yaqin o'rtada ham keldik. Xudo xohlasa hamma ishimizdan xursand. Tavsiya qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka. Sizlarga ham rahmat kattakon. Qadrli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi obyektimiz Toshloq tomonda bo'ladi. Keyin bittasi Farg'ona sentrda. Namangan, Andijon tomonlarida joylarda video qilgani to'g'risi vaqt bo'lmay qolyapti ish ko'pligi paytda. O'shuning uchun imkon qadar yaqinroq joylarda video qilib olishga harakat qilyapmiz. Bu ham kechki payt bo'shaganimizda video qilyapmiz. Qadrli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Bizni mehnatimizni qadrlab, layklarni bostiringlar. Omon bo'linglar. Qadrli obunachilar, ishlarimizni ko'ringlar. Mana va nihoyat juda ham ideal, juda ham tiniq holatda chiqdi. O'zim ham ko'rib, haqiqatdan ishimni ko'rib bir maza qilyapman. Sababi pechatlarimiz mana kачествоsi tiniq, eski patolog taydan qilib berdik. Bu joy qanaqa ko'rimsiz holatda turadi, mana qanaqa o'zi ochilib qoldi. Hozir tortilish jarayonlari, ozgina ishlarimiz qoldi. Bu qirg'oqlarida yon tomonlari o'sha mana tortilib bo'ldi. Eski DVF patologida tagidan qilinyapti bu narsa. Juda ham ideal holatda chiqyapti. O'sha eski holatdan asar ham qolmadi bu yerda. Juda ham tiniq holatda chiqdi. Xudo xolasa xizmatlarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. O'sha Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham borib qo'yib beryapmiz. Voha tomonlarga ham avion ko'p bo'lsa borib qo'yib beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Mana bu yerda pechkalarda xullas o'sha kamin qilingan joyi issiqlik tepaga ma'lum miqdorda chiqib turadi. Bunaqa joylarga ham qissa bo'laveradi, hech qanaqa erib chiqib ketmaydi. Materiali zo'r, xullas 25 yil garantiya beradi firmasi. Mana ideal holatda chiqyapti. Qirg'oqlariga diodlarni ham qo'yib qo'ydik. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Vodiy bo'ylab razmerlarni olgani o'zim boraman, o'zim tavsiyalarni beraman. Xudo xolasa uylaringni chiroyli qilib qo'yib beramiz. O'zim chiroyli, yaxshi yarashadigan gullardan tanlashib tavsiyalarni beraman. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Chekka joylardan zakaz qilayotganlar bemalol 10 kvadrat joyingiz bo'lsa ham razmerlar Telegramdan tashlang. Sizga gruppada kataloglar tashlab beramiz. O'shdan tanlab, o'zingizga yoqtirgan narsani tanlang, o'sha narsani qilib olib borib beramiz. O'sha kartamizga zakallat pul tashlab qo'yasiz. Biz boshlayveramiz. O'sha 1 kun muddatda tayyorlab, ertasi kuni olib borib beryapmiz. Hozirgi kunda mana ajoyib chiroyli holatda chiqyapti ishlarimiz. Bizga ham navorot ishlar xullas chiroyli chiqsa yaxshi, chunki sizlarni ko'rib qo'shnilaring va boshqa qarindosh urug'laringiz zakaz qiladi. Ham klientimiz ko'p bo'ladi shunda. Xullas ishlarni maqsad chiroyli qilish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik, omon bo'linglar.